Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz munodo haqida. Ism necha o'rinda mansub bo'lardi? 11. 11. 11 o'rinda bo'lsa, ana shu 11 o'rindan bittasi munodo hisoblanadi. Endi birinchi o'rinda hurufun nida, nido harflarini aytib o'tamiz. Nechta ekan? Sittatun, 6 ta ekan. Qaysilar ekan? Ya, aya, haya, ay, a, va. Demak, 6 xil chaqirishimizdan mumkin ekan. Demak, bularning hammasi harf hisoblanadi. Demak, harflarda nimagadir mabni bo'ladi. Mana shu 5 tasi nimaga mabni ekan? Sukunga mabni. Bitta hamza nimaga mabni ekan? Fathaga mabni ekan. Mabniun alal fathi, qolganlari mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rob bo'ladi. Endi biz o'zbek tilida ham masalan nima deyman? Zuhriddin derazani ochib yuboring deyman. Ya'ni ey degan so'zni ishlatmasdan gapirishim ham mumkin. Arablarda ham odatda shunaqa ekan. Ya'ni bularni ishlatmasdan turib, yaqinda bo'lsa, ismini chaqirsa, shu nido bo'lib chaqirgan hisoblanaverar ekan. Demak, endi munodon turlari bor ekan. Demak, birinchisi mana alam mufrad, ya ammaru, ikkinchisi muzof, ya binta hamidin, uchinchisi nakra maqsuda, ya valadu, to'rtinchisi nakra g'oyri maqsuda, ya valadan, beshinchisi shabihun bil muzof, ya hasanun xuluquhu. Demak, birinchisi alam bo'lish kerak va mufrad bo'lish kerak. Ya'ni alam degani odamda ismi bo'lsin va bittalik ism bo'lsin, ya'ni izofa bo'lmasin. Misol uchun alaykum assalom. Masalan, izofa ismlar bor. Qanaqa? Abdulloh, Ne'matulloh, Zinatulloh degan ismlar bor. Ular endi bunga kirmay qoladi. Demak, alam bo'lish kerak ekan va bittalik bo'lish kerak ekan va buni nima qilib zommali qilib ya ammaru, yana nima deymiz misol uchun? Ya Umaru, ya Muhammadu, Xo'p, keyingisi muzof, ya'ni ikkita ismni qo'shilish izofa. Ya binta Hamidin, ey Hamidning qizi, yoki ismlardan nima bo'ladi? Ya Abdullohi, ya Ne'matullohi bo'ladi. Endi bu muzof bo'lgan paytda bu ism bo'lishi ham mumkin yoki ism bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, endi keyingisi nakra maqsuda, ya'ni o'zi nakra lekin maqsad qilingan nakra bo'ladi. Ya valadu, ey bola, bu endi nimaga aylanib qoladi? Ma'rifaga aylanib qoladi. Demak, deylik, ko'chada bir bolalar 10-15 ta bola turibdi. 10-15 ta bola turibdi. Biz ulardan bittasini aynan maqsad qilib chaqiradigan bo'lsak, ey bola deymiz, Ya valadu, ya valadu, ey bola deymiz. Shunda u valadun oldin nakra bo'lganida, biz ey deb chaqiruvdik, nima bo'lib qoldi? U aniqqa aylanib qoldi. Hop, keyingisi nakra g'oyri maqsud ekan, ya'ni ya valadan, ey bola. Bu umumiy hamma bolaga tegishli. Buni odatda kim ishlatadi masalan? Birinchi o'rinda misol uchun ko'zi ojiz odam u ya valadu demaydi ekan, misol uchun ya rojulan xuz biyadi, ey kishi qo'limdan usha. Chunki atrofida 5-6 ta odam yuribdi, u aniq bittasini bilmaydi. Kim bo'lsang ham yordam ber degan maqsadda aytsa, ya rojulan ya valadan xuz biyadi deydi. O'sha nakra maqsuda bo'ladi. Yoki bo'lmasam yana qayerda ishlatardik buni? Qayerdadir nima qilamiz? Bir shior qilib ishlatamiz-da. Haligi yo'llar yozib qo'yadi-yu, ey haydovchi, hushyor bo'l, yo'lda qortiman muzlama deganda, o'shanaqalarda ya sa'iqon deb yozib qo'yar ekan. Keyingisi shabihan bil muzof, muzofga o'xshagan, ya hasanan xuluquhu, ey xulqi chiroyli bo'lgan kishi. Bu o'sha muzof emas, muzofga o'xshagan deyiladi, ma'noga o'xshab ketar ekan. Demak, munodo mana 5 xil bo'ldi. 5 tasidan 3 tasida nima bo'lar ekan? Mansub bo'lar ekan. 2 tasida-chi? 2 tasida nima bo'lar ekan? Zommalik. Ya'ni endi biz buni marfu demaymiz ekan. 2 tasida zommali bo'lar ekan. Buni nima deymiz ekan endi? Zommaga mabni deymiz ekan. Demak, munodo mansub bo'ladi, lekin mana shu nakra maqsuda va alam mufrad bo'lganda mansub bo'lmaydi ekanda, zommali bo'ladi va biz buni endi marfu ekan demaymiz, nima deymiz ekan? Zommaga mabni deb i'roblaymiz ekan.
Mana bu yerda yozilgan, mana ya valadu nima ekan? Ya harfu nidain mabniun ala sukun, sukunga mabni, la mahalla lahu min al-i'rob, i'robdan o'rni yo'q harflardir. Valadu ismun mabniun ala zommi, zammaga mabni bo'lgan ism, fi mahalli nasbin munada, nasb o'rnida munodo deb i'roblanar ekan. Endi nakira mahsuda bilan alam mufrad bir-biriga o'xshab ketyapti, lekin nima farqi bor bularda? Nima uchun ajratildi? Bir-biriga o'xshaydi ekan bular. Masalan, ism bo'lsa alam mufrad, oddiy bola bir kishini chaqirsa, nakira mahsuda bo'ladi. Xo'p, alam mufrad degani ism bo'ladi. Siz chaqiryapsiz buni. Siz chaqirmasingizdan ham oldin bu aniq bo'lgan, ma'rifa bo'lgan. Endi siz chaqiruvdingiz ham aniq, chaqirmasangiz ham aniq bo'ladi. Endi nakira maqsuda bo'lsa, bu oldin valadun, nakira, noma'lum, qaysidir bir bola bo'lgan. Endi siz chaqiruvdingiz, nima bo'lib qoldi? Ya valadu bo'lib aniqqa aylanib qoldi. Demak, farqi shu. Bu oldin ham ma'rifa bo'lgan, hozir ham ma'rifa. Bu oldin nakira bo'lgan, valadun bo'lgan. Siz chaqiruvdingiz, keyin nima bo'ldi? Ma'rifaga aylandi. Oldin nakira bo'lgan, chaqirish bilan ma'rifaga aylandi. Farqi shu. Shuning uchun ajratamiz. Endi demak, mana bu aniq bo'ladi. Ya binta Hamidin bu ham aniq bo'ladi. Bu noaniq bo'lmaydi hech qachon. Endi mana bu ya valadu noaniqni aniq qilib oldik. Endi shu al valadu o'zi asli aniq bo'lgan bo'lsa-chi, unda nima ishlatamiz ekan? Masalan, at-tolibu bo'lsa, biz buni yat-tolibu demaymiz ekanda, nima deymiz ekan? Ayyuhat-tolibu. Qiz bolaga bo'lsa-chi, ayyatuhat-tolibatu, deymiz ekan. Endi bunga ya qo'shib qo'ysak ham bo'laveradi. Ya ayyuhat-tolibu, ya ayyatuhat-tolibatu. Xo'p, endi demak, endi Alloh lafzi bor. Hop. Allohu bo'ladigan bo'lsa, bu qaysi biriga tushadi shulardan? Deb chaqiradigan bo'lsa, qaysiga tushadi? Alam mufrad? Yo'q, alam mufrad emas. Ya'ni o'zi manonga tushadi-da, endi al bilan boshlanyapti-ku endi. Manonga tushadigan bo'lsa nima deyishimiz kerak? Masalan, ya'ni ayyuha bu. Ya'ni ayyuha demaymiz ekanda, ya deymiz va o'qiymiz endi. Ya Allah. Xo'p, mana qat'iy hamzami, vasli hamzami? Vasli hamza bo'lsa o'qimaydi endi. Yallohu bo'ladi, chunki vasli hamza o'qilmaydi. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi ya ya Allohu. Demak, vasli hamzani nimaga aylantirib yubordik? Qat'iy hamzaga aylantirib ya Allohu desak ham bo'lar ekan. Demak, yallohu yoki bo'lmasam ya Allohu. Endi uchinchisi ham bor. Hop, mana bu ya Allohu bo'ladigan bo'lsa, endi yoni o'chiramiz, degan so'zni bundan evaz qilib turib, oxiriga nima olib kelamiz? Tashdidlik mim olib kelib qo'yamiz. Va natija nima bo'ldi? Allohumma bo'ldi. Bu nima degan ekan? Alloh degan ekan. Demak, mim mana u ya degan harfdan evaz bo'lib kelgan ekan. Demak, Alloh demoqchi bo'lsak, yallohu, ya Allohu yoki Allohumma deb aytishimiz mumkin ekan. Demak, bugungi darsimiz mana shu ma'noda bo'ladi. Buni albatta daftarlarga yozib, keyingi darsga tayyorlanib kelamiz.